O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining UZEX Agro elektron savdo platformasi bilan tanishtirib o'tamiz. Sotuvchi uchun yo'riqnoma. UZEX Agro yangi elektron savdo platformasi bo'lib, ushbu platforma aholi tomorqalarida fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga erkin bozor narxlarida sotishga mo'ljallangan. UZEX Agro elektron savdo platformasi savdolarida ishtirok etish uchun foydalanuvchilar agro.uzex.uz saytining bosh sahifasidagi kirish tugmasi orqali tizimga kirishlari va ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Bunda yuridik shaxslar elektron raqamli imzo kaliti orqali ro'yxatdan o'tadi. Jismoniy shaxslar jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami orqali ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tayotgan rezident yoki norezident tegishli tugmani bosishi va barcha bo'sh maydonchalarni to'ldirishi zarur. Norezident ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng o'zining aksept arizasi va davlat ro'yxatdan o'tish guvohnomasini birjaning hisob-kitob kliring palatasining a.umarov_rtsb.uz elektron pochta manziliga yuborishi lozim. Yangi foydalanuvchining shaxsiy kabineti bir ish kuni ichida faollashtiriladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng sotuvchi e'lon joylashtirish uchun mening tovarlarim sahifasidagi qo'shish tugmasini bosishi zarur. Tovar bo'yicha e'lonni joylashtirish jarayonida quyidagi bo'sh maydonchalar to'ldiriladi. Savdolar turi raqobatsiz, auksion, shuningdek narxi so'rovi. Raqobatsiz savdo turida mahsulot narxi oferta bilan ko'rsatilgan darajada belgilanib, bitim sotuvchi ofertasini elektron tizim orqali aksept qilish yo'li bilan tuziladi. Auksion shakli kimoshdi savdosi tartibida o'tkaziladi. Bunda savdo yakuniga ko'ra eng yuqori narx taklif qilgan xaridorlar g'olib deb topiladi. Narx so'rovi. Bunda savdo boshlanganda sotilayotgan tovarga o'xshash mahsulotlarni taklif etayotgan barcha sotuvchilarga mahsulot narxi talabida ishtirok etish uchun yuboriladi. Zaklad miqdori sotuvchi tomonidan e'lon joylashtirilgan vaqtda 10% gacha etib belgilanadi. Davlat buyurtmachilari bundan mustasno. Yuqoridagi barcha maydonchalar to'ldirilgandan so'ng mahsulotning foto surati yuklanadi va saqlash tugmasi bosiladi. Lot ko'rib chiqilishi uchun moderatsiyaga yuboriladi. Lot moderatsiya natijasiga ko'ra rad etilgan taqdirda maxsus xabar sotuvchining shaxsiy kabinetidagi mening mahsulotlarim qatorida paydo bo'ladi. Ushbu bo'limda rad etilish sababi ham ko'rsatiladi. Ko'rsatilgan xatoliklar tuzatilgach, lotni qayta joylashtirish mumkin. Moderatsiya jarayoni muvaffaqiyatli yakunlangach, tovar elektron tizimda faollashishi uchun vositachilik mablag'i 0.15%. Biroq bazaviy hisoblash miqdorining 14 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda saytning pastki qismida ko'rsatilgan hisob-kitob kliring palatasidagi shaxsiy raqamga o'tkaziladi. Davlat buyurtmachilari tomonidan vositachilik mablag'i bazaviy hisoblash miqdorining 3% dan ko'p bo'lmagan miqdorda kiritiladi. O'z navbatida jismoniy shaxslar mazkur to'lovlarni amalga oshirish uchun plastik kartalarni elektron tizimga biriktirishadi. Sotuvga qo'yilgan mahsulotlar agro.uzex.uz sayti bosh sahifasining yangi tovarlar bo'limida 15 ish kuni mobaynida amal qiladi. Ushbu muddat yakunlanganidan so'ng sotuvchi uni yana 15 ish kuniga uzaytirishi mumkin. Savdo jarayonlari. Savdolar raqobatsiz, auksion, shuningdek mahsulot narxi so'rovidan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Savdoning raqobatsiz shaklida bitim ofertani qabul qilish yo'li bilan ofertada ko'rsatilgan narxda elektron tizimda tuziladi. Savdoning auksion shakli kimoshdi savdosi tartibida o'tkaziladi. Platforma xaridorlarning narx taklifi sotuvchining boshlang'ich narxidan yuqori yoki unga teng bo'lsagina qabul qiladi va taklif etilayotgan narxi takliflari va hajmlar to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettiruvchi buyurtmalar stakanini shakllantiradi. Savdo yakuniga ko'ra eng yuqori narx taklif qilgan xaridorlar g'olib deb topiladi va ularning narx takliflari bo'yicha shartnoma shakllantiriladi. Savdoning narxi so'rovi shaklida oferentga va shunga o'xshash mahsulotlarni taklif etayotgan barcha sotuvchilarga mahsulot narxi talabida ishtirok etish taklifi yuboriladi. Sotuvchi mahsulot narxi so'rovida ishtirok etish uchun taklif yuborilgan paytdan boshlab 48 soat ichida o'z taklifini faqat bir marta taqdim etishi mumkin. O'tkazilgan savdo natijasiga ko'ra sotuvchi va xaridor o'rtasida elektron tarzda shartnoma shakllantiriladi. Xaridor tuzilgan shartnoma bo'yicha to'lovlarni
to'liq hajmda amalga oshirish uchun ushbu shartnoma elektron tizimda ro'yxatga olingan paytdan boshlab shartnomada belgilangan muddat mobaynida o'zining hisob-kitob kliring palatasidagi hisob varag'iga mablag'larni o'tkazadi. Bunda zaklad shartnoma bo'yicha to'lov summasiga qo'shib hisoblanishi mumkin. Agar xaridor shartnomada belgilangan muddatda to'lovni amalga oshirmasa, uning zaklati bir ish kuni mobaynida sotuvchining hisob-kitob kliring palatasidagi tegishli hisob varag'iga o'tkaziladi. Mahsulotni qabul qilish jarayoni. Xarid qilingan mahsulot bo'yicha to'lovlar amalga oshirilganidan keyin mahsulot xaridor tomonidan qabul qilib olinadi. Bu jarayon quyidagi shakllarda amalga oshirilishi mumkin. Birinchi, xaridor mahsulotni sotuvchi omboridan olib ketadi. Ikkinchi, mahsulotni yuklash birjaning logistika portali orqali amalga oshiriladi. Uchinchi, sotuvchi mahsulotni xaridorga to'g'ridan to'g'ri yetkazib beradi. Sotuvchi tomonidan mahsulot yetkazib berilgandan so'ng, sotuvchi bu to'g'risidagi axborotni mahsulot yetkazib berilgan kundan boshlab bir ish kuni mobaynida, lekin bitim shartlaridagi mahsulotni oxirgi yetkazib berish kunidan kechiktirmasdan o'zining shaxsiy kabineti orqali hisob-kitob kliring palatasi va xaridorga taqdim etadi. Xaridor bitim bo'yicha mahsulot yetkazib berilganligi to'g'risidagi axborotni olgandan keyin 2 ish kuni mobaynida uni tasdiqlashi yoki rad etishi to'g'risidagi axborotni o'zining shaxsiy kabineti orqali platformaga joylashtirishi shart. Tuzilgan shartnomaga muvofiq mahsulot to'liq hajmda yetkazib berilganligi haqidagi ma'lumotni olinganidan so'ng, elektron tizimda bir ish kuni mobaynida elektron to'lov topshiriqnomasi shakllantiriladi va birjaga xizmat ko'rsatuvchi bankka yuboriladi. Bank esa o'z navbatida to'lov topshiriqnomasini olgandan so'ng bir ish kuni mobaynida xaridorning mablag'ini sotuvchiga yuboradi. Ushbu operatsiyalar to'liq bajarilganidan so'ng birjada bitim yopiladi va xaridorga zaklad mablag'i agar shartnoma bo'yicha to'lash summasiga qo'shib hisoblanmagan bo'lsa, uning hisob varag'iga qaytaradi. UZEX hamkorlikdagi yutuqlar poydevori.